Bugun siz bilan Chevrolet Cobalt haqida gaplashamiz. Bu model ko'pchilik uchun oddiy transport vositasidan ko'ra ko'proq narsani anglatadi. U ishonchlilik, qulaylik va kundalik hayotda foydalilikni birlashtira olgan yechim sifatida mashhur bo'lib ulgurgan. Avvalo tashqi ko'rinishga e'tibor qaratamiz. Chevrolet Cobalt sodda, ammo yoqimli uslubga ega. Uning chiziqlari ortiqcha bezaklarsiz, aniq va tushunarli tarzda yaratilgan. Old qismi jiddiy va ishonchli kayfiyat beradi. Yon tomondan qaralganda esa mutanosiblik yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu model ko'pchilikka aynan shu soddaligi bilan yoqadi, chunki u vaqt o'tishi bilan ham eskirib qolmaydi. Ichki makon ham o'ziga xos tarzda qulay qilib tashkil etilgan. Haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud. O'rindiqlar uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytirishga yordam beradi. Boshqaruv elementlari oddiy va tushunarli joylashgan. Bu esa yangi foydalanuvchilar uchun ham tez moslashishni osonlashtiradi. Kundalik foydalanishda barcha kerakli narsalar qo'l ostida bo'lishi muhim va bu yerda aynan shunday yondashuv ko'rinadi. Texnologik jihatdan ham bu model o'z segmentida yetarli imkoniyatlarni taqdim etadi. Oddiy multimedia tizimi, musiqa tinglash va aloqa qilish imkoniyati bilan haydovchiga qulaylik yaratadi. Zamonaviy tizimlar murakkab bo'lishi shart emas. Ba'zida aynan soddalik eng katta afzallik bo'lishi mumkin. Shu sababli Chevrolet Cobalt ko'pchilik uchun tushunarli va ishlatish oson bo'lgan variant hisoblanadi. Amaliy jihatdan bu model juda foydali. Bagaj qismi keng bo'lib, kundalik ehtiyojlardan tortib sayohatgacha bo'lgan vazifalarni bemalol bajara oladi. Oilaviy foydalanishda yoki ish bilan bog'liq safarlarda bu juda katta ustunlik hisoblanadi. Yonilg'i sarfi ham ko'pchilikni qoniqtiradigan darajada bo'lib, iqtisodiy tomondan ham foydali yechim sifatida qaraladi. Harakatlanish jarayonida Chevrolet Cobalt o'zini barqaror va ishonchli tutadi. Yo'llardagi turli sharoitlarga moslashuvchanligi uni yanada joziba